Farg'ona shaharida Sabun qurilish kompaniyasining Manhattan loyihasiga kelganman, ya'ni Chaspikta orqasida qurilayotgan 6 qavatli domimizni pasti sport zal bo'ladi. Ayollar uchun atdeni, erkaklar uchun atdeni. Eng qizig'i bitta podyezddan kiriladi, aqlli liftlar qo'yiladi. Eng qizig'i bu yerda qaranglar, 50 kvadratdan 78 kvadratgacha bo'lgan xonadonlarimiz sotuvi boshlangan. Avgust oyiga topshirilishi rejalashtirilyapti. 8-aprel kuni ochilish marosimi mana shu yerda bo'ladi. Sizlarga taklif qilaman, eng qiziqarli joy 1 yilgacha bu yerdan xonadonlarni rassrochkaga sotuvsiz bo'laveradi. Yana bitta lokatsiyasi haqida ma'lumot, agar shahrimiz mehmoni bo'lsangiz, orqamizda tennisli kort, oldimizda delfin, Oyber Raddom joylashgan, 4-maktab, pub joylashgan. Lokatsiya xullas eng shikolat bo'lgan joy, parkovka masalasi eng kattasi bo'ladi. Sababi bu yerda bilasizlar, gaz, svet, suv, kommunikatsiya eng yaxshi bo'lgan joylardan bittasi. Ya'ni sentrallik ko'cha, ya'ni kechasi aylangansiz ham, istirohat bog'. Mana shu yerdan 1 kilometr oralig'ida san'at saroyi ham joylashgan, maza qilgan. Tennisli kort, tennis o'ynayman deganlarga. Xullaski hamma tomonidan eng go'zal loyihalardan bittasi bo'ladi. Sizlarni 8-aprel kuni Manhattan loyihamizga ochilish marosimiga taklif qilaman. Kelinglar, ekranga raqamlarni qo'yib qo'yapman, yana ham to'liqroq ma'lumot olgani. Rassrochkaga uy olaman deganlarga ham 25%, 30, 40, 50% gacha rassrochkaga boshlang'ich to'lov bilan 1 yilgacha nasiya savdoga ochsam bo'laveradi. Avgust oyiga topshirilishi rejalashtirilyapti. 100% xudo olsa topshiriladi. Aloqa aytishkilar Sabun kompaniyasiga sizlarni taklif qilaman.